Assalomu alaykum Baytul obunachilari. Sizlarga trendda bo'lgan 5-4 shurupyortlarimiz keldi. Bu shurupyortlarimizni sizlarga birma-bir tanishtirib beramiz. Buni afzalliklarini, bir-biridan farqini ko'rsatib beramiz. Shurupyortlarimizni birma-bir tanishtirib beramiz. Bu shurupyortimiz 5 yoshli shurupyort, ekonom model hisoblanadi. Bu shurupyortimiz temir patrolli, treshotkali, baland-past skorost hisoblanadi. O'tga H, High, Low, L deb yozib qo'yilgan. Buni ham ishlatish o'ziga yarasha joylari bor. Bu joylarni tushuntirib o'tamiz sizlarga hozir. Hop, L rejimini qo'yib qo'ysanglar, nagruskali, katta samarezdan burashlarga, temir qo'yishlarga ishlatganinglarda shurupyort qiynalmaydi, nagruska tushmaydi, batareya ham uzoqqa yetadi. Hop, mayda ishlarga, kichkina samarezda buraydigan bo'lsanglar, H qilib qo'yilgan, shuni qilib qo'ysanglar, u sekin tezroq buraydi, mayda ishlarga yaxshi bo'ladi. Shunda apparat uzoqqa chidab beradi. Hop, buning ichida komplektida nima ishini ko'rib o'tamiz. Ikkita batareya chiqyapti, ko'rganinglardek. Hop, bitta zaryadkasi bor komplektida. Bu ekonom model hisoblanadi shurupyortimiz. Hop, ikkinchi modelimiz standart model. Bu ham 5 yoshli. Bunda faqat qo'shimcha funksiyalari bor. Bundan ozgina farqi bor. Narxida ham farqi bor. Bundan bu standart modelimiz $3 farq qiladi. Nima uchun farq qiladi? Sababi bunda treshotklar ham kattaroq, mexanizmi ham kattaroq, o'zi ham kuchliroq. Bunda keyin perforator rejimi alohida, sverlo rejimi alohida qilingan. Bunda ham xuddi hozirgi aytib o'tganimizdek ikki xil skoroslari bor. Buni ishlashi ham zo'r. Komplektida ham ozgina bunda ustunlik tomonlari bor. Sababi bunda nasatkalar ham chiqadi, naborida komplekt nasatkalar ham chiqadi. Keyin buni zaryadkasi bistri zaryadka. Bunga nisbatan bu bistri zaryadka tezroq to'ldiradi. Shu tomondan ozgina farq qiladi. Lekin kuchi ikkalasini ham bir xil. Bu 45 newton, bu ham 45 newton. Hop, keyingi modelimiz professional modelimiz hisoblanadi. Bunda naborida ham, o'zini ishlashida ham, kuchlarida ham ancha katta farqi bor. Bunda ham temir patrolli, bunda ham qo'shimcha perforator, sverlo rejimlari bor. Buni reduktori bu standart modelimizdan kattaroq, buni newtoni ham kattaroq. Bu 60 newton, 2000 amperaj hisoblanadi. Ikkita batareya komplektida bor, ko'rishingiz mumkin. Bunda ham bistri zaryadka bor. Komplektida bunda ham pechatga chiqadi. Keyin nasatka naborlarimiz bu standart modelimizdan ancha farqi bor. Chunki bunda ko'proq, ham baquvvatroq, yaxshiroq nasatkalar bor bunun ichida. Kimga bu shurupyortlarimiz kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilasizlar. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.